Ushbu disclaimerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngilochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Ushbu videodagi barcha voqealar o'ylab topilgan. Real voqealarga o'xshashlik tasodifiydir. Muallif tomonidan bildirilgan barcha fikrlar inson qadr-qimmatini kamsitishga qaratilmagan. Ha aytgancha, oilaviy ko'rish tavsiya etilmaydi. Gül ruhi canan men naz bu binem tura ey mahi taban men can cahan baxşidem servi khraman men دختر تاجی رانای خاندان من یک نظر کردی و بردی دلی جان من خوش بگویی سخن گل رخ جانان من Bugün radyo zangari ekran ovozni olis manzillarga yetkazadi. Darozani bekor qarzga qo'ydirdik-da, hamma tepasi kelib, ha? Joyga yugurib keldirro. Mahalladan tikish mashinka beradi edi. Uyshami yo'q bu? Padar kalik gül o'tirdik da bizi. Yo'q. Yo'q, aman. Güller. Vay güller. Yaşang, gel yok. Yaşang. Ay, güller. Böyle sen tur. Sizni savuqqa o'ynatganni xudo ursin aloy. Tushing uyga kiring, tez mana uyga kirib o'ynasangiz, nima qilasiz bu yerga? Kim olib keldi sizni bu yerga? O'ldiram. Siz qani? Marhamat, ko'chonamizga tushib ketsiz. Endi uyga nima taklif qildi deb xafa bo'lmaysiz. Bu hamsiyalarning nazari tuylarni o'ldiradi. Siz tuya emas, ot kuchsiz, ot o'lmasin. Tuya o'lsa o'ladi. Qani? Keling qani, bir choy qo'yay, issiqqinaga. Nima qilasiz? Sovuqda berdi ko'chaga o'yna. Mana tayyor uy. O'ynamaysizmi xohlagansiz, qani? Sharmandani ko'rish bepul. Kameraga olyapsanmi? Mana qara, dollarlarni sochib hammaga ko'z qilyapti. Mikrofon menga bering-da. Undan ko'ra mana jiyanini davolasa bo'ladi-ku, komandir tog'a. Nima ahvol bu? Reklamami bu? Yozyapman. Komandirjon, siz yozmang, men yozaman, siz qamatsangiz bo'ldi. Xo'p, sizlarga 2-3 ta savollarimiz bor. Bu voqeani o'zlari sodir qildingizmi yoki o'zi sodir bo'ldimi? Bizada shunaqa voqea sodir qilayotgan odamga o'xshatyapsizmi? Bizada 1 kopeyka pulimiz yo'q, unaqa arabcha qizlarni olib kelib kuniga o'ynatishga. Mana so'ssiq dollarlarni hamsiyalarga reklama qildirsa bo'ldi. Sizlarga qanaqadir tan jarohat yetkazdimi? Tan jarohat deysizmi? Mana go'dakkinani ahvolini qarang. Urib shalqib qo'ydim buni. Ko'rib chiqamiz. Siz ichkaridagini ko'rib chiqing, sharmandani. Marhamat, kiringizda. Keyin. Marhamat. Добро пожаловать. Tovar, buna kelishmovdik-ku. Menga qara, sashka rol o'ynab bersang bo'ladi-ku, mana og'zingdan so'laklar oqib ketsin. Shunaqa gazimizni bera, o'zing javob bersa, hamma narsa sen deb aytaman men. Men tog'angni sharmanda qilaman. Tushundingmi? Hay, ko'ramiz, hamma narsani men aytaman.
o'zizni uyingizda xuddi chimilib o'tirgan o'tiradi. Qani? O'ylanma. Sağlam şuna. Ha? Gel yok. Zor. Odamlar xursand yaxshi-da. Buraya kel. Rahmat. Sağlam ketgandirsiz. Ay, billahi, yere o'tirayman. Sizlar ekansiz. Meni qishlog'im shunday. Qani, dasturxonga qarang. Iya, ammo maskani yechib qo'ying singlim. Karantin tugagan. Bizga kasal yo'q ekan. Qani, o'zim yechaman. Hurmatli yurtdoshlar, mana bugun mahallamizda huquqbuzarlik sodir etildi. Buni yoritish maqsadida Primatov Ergashtog'a xonadonlariga tashrif buyurdik. Ko'rib turibsizki, mahalla noziri, guvohlarimiz bor. Hozir shu haqda. Assalomu alaykum, avvalambor. Xush kelibsizlar. Sizlar yo'qinglar. Xush kelibsizlar. Ergashtog'a, bizning qishlog'imizda faqat tinchlik bo'lishi kerak. Tinchlik, rahmat komandir, tinchlik, hammamiz zakonni. Mehmon kelgan, choy qo'yib o'tiramiz, gaplashib. Xush kelibsizlar. Primatov Ergashsizmi? Xuddi shunday. Mahallamizda zapal oyi bo'lmoqda. Nima oyi? Zapal oyi. Xo'p, bu yerda kim zapal qildi, komandir? Qolganini mahkamada gaplashamiz. Mayli. Ergash, senga nima kerak shu mahallaning obro'yini to'kish? Shunaqa ishlar yarashadi. Rais, oshqozoningiz bormi? Ovqat yeyingiz keladimi? Keling shu mahallaga gaplashaylik, mehmon oldida talashmaylik, keling. Qani, shu yerdan shunday qilib, obodasga qilib olib chiqaylik. Aka, Vazifamiz. aniq bilib o'tiribman, podstavaligini. Omad dedim men senga. Omad videoga deb aytdim hozir. Indiski shapalovda yeysan, yaxshi bo'ladi. Odamlar, mana sharmandani videoga olinglar. Menga qarang, Ergashtog'a, shuncha yil biza qiynaldik. Biza azob uqubat chiqdi. Endi siz qiynalasiz. Oqitinglar. Ey, to'xtanglar, bir mun. Olma deyman, yalli. Oqiting. Ajibki qiymati hech bir kafanlik bo'lmagan yerda kim o'zarga mol ustida rag'obat bor, hazorat yo'q. Tamomiy ne'mati dunyo suzib yurgan bulut go'yo surati tizdir ichi bo'sh, shu surat bor, kafonat yo'q. Ey hasrati bani odam, ko'zni och tez bu g'aflatdan. Ibodatdan talab qilsangki lazzat bor, shafoat yo'q. Menga qara, haqiqo, tag'afurush, tez-tezkar, tog'ajoning ketdi, endi sen bilan xayrlashmay bo'pti demak. Конечно, ketadi, qaytib kelmaydi. Sen pastava qilganing uchun, prank deging uchun, xalapushga qilib, oxirida kechiradi deging, surpriz bo'ladi. Ikkala sotib yording. Menga qara, Sayfijon, sen uchun prank bo'lishi mumkin, lekin hammasi realniy edi. Qo'limdan kelgancha ko'tlikda qildim. Rejissor Gadayjon, assistent Sayfi Haram. To'g'ri. Sudda hamma narsani tochka aytib beraman sen pastava qilganlaring. Menga qara, Sayfijon, sudda tilingdan niday bog' bir ikki og'iz dishni sulova chiqsa, tag'angdan orqasidan seni ham qurtaman. Qara, tag'ajoning qanaqa statiylar bilan ketadi. Uyda fohishaxona tashkil qilganlikda ayblanadi. Jiyanlarini jamoat joyida tan jarohat yetkazganlikda ayblanib, 3 yildan 5 yilgacha, yana ham bilmadim, 15 yil berish mumkin. Po'xo 15 yil bersa ham. To'g'ri, tuhmat qilyapsan, bo'lmagan-ku narsalarni sen tashkil qiling-ku narsalarni. Kerak bo'lsa, bundan ham kattalarni tashkil qilaman. Yotib uxla, ertaga ehson yig'amiz, tushundingmi? Yo, bana urat. Men bir o'chirib kelay.
to'yib to'yib yig'laydigan kun jigarimni o'yib yig'laydigan kun toshlarga bosh qo'yib yig'laydigan kun toshlarga bosh qo'yib yig'laydigan kun ko'zlar o't suyganimdan ayrildim ko'zlar o't Valentin. O'rningni. Menga qara, Sayfi, qishloqdagilar 10 gacha yotmaydi, g'aflat bosib. Tur, bir ikkita syomkalar bor. Qanaqa syomka? Yordam so'raymiz xalqdan. Tur o'rningdan tez-tez. Kimniki? Buni qara, nachinoshkalariga, ey, o'l irg'achi. Tag'ashunos Robert Lewandowski fulkruk bashara. Mana bu yerda turib, bunday qilib bitta do'stimiz. Modelsan. Mana E'tirofda qanaqa syomka, nimani ham boshlayapsan? mana shu kayfiyatimni buzasan-da, yaxshi edi kayifiyatim. Mana bu kiyoda, mana bunga o'tirib ber, shunday chiroyligina o'tirib ber. O'tir, kel. Sen jimgina o'tirasan, men so'ylayman, do'stim. O'tir. Bundan ko'ra yur tog'am problemalarni rishad qilaylik. Ana shu problemani hal qilish uchun men butun vujudim bilan kuyib pishyapman. Sayfijon, tag'ajoningni chiqarish uchun hozir bitta video qilamiz. Qanaqa video gaday? Hozir zamon rivojlangan. Video murojaat qilamiz. Sen mana budaygina qilib o'tirsang, men bulbulchaday chuku qilaman. Hammasi daskanalni yes bo'ladi. Ketsin. Davay tezroq ol. Problemalar hal qilay. Sayfa, tayyor tur. Kamera rek bosildi. Davay. Men biror nima gapirayman hozir? Sen gadayladay jimgina o'tir, men o'zim bag'im chek qilaman. Tak. Aziz asrimizning aziz ollari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir. Shoh satrlar ila bezamoq onadir. Ehsonda tarin. 10 ming so'm demaymiz. Ana borsin 7,5 ming ham demaymiz. 5 ming so'm ham demaymiz. 3 ming so'mdan toma kul bo'lur deganlaridek kartamizga ehson qilsangiz, biz mana bu qanaqa karta? Izdivatsa qilyapsan, ehson yig'yapsanmi odamlardan hozir? Menga qara. Taqangni qamoqdan olib chiqish uchun munoga pul kerak, tushundingmi? Sen tushunyapsanmi? Globalligini qamalmoqchimisan, qamalmoqchimisan? Odamlardan hozir ehson so'rab qanaqa odam bo'lasan? deb urib hozir chalqitashsam bo'ladi, lekin unday qilmayman. O'tirda, tag'ajon kerakmi? Tag'ajoning yaxshi ko'rasanmi? Yaxshi ko'raman. Bo'lmasa yolg'onlamni deb tur, men bu yog'ini o'zim choki bulbulchaday sayraveraman. Tushundingmi? Faqat tag'a uchun qara. Hurmatli mehri daryo insonlar, bilaman sizni qalbingiz o'ta pok, menikiday g'irtginida emas do'stlar. Sen jim o'tir, deb tur, hech bo'lmasa. Mehri daryo insonlar, qalbi pok insonlar, Mana bu norasida go'dakkinamizni, Indoneziyaga borib davolatishimiz kerak. Prostata adenomalari shamollabdi do'stlar. To'xta, stop kamera. Qanaqa prostata adenoma izdivatsa qilyapsanmi qiz? Qishloqda ustidan hammasi kularkin. Qizni hech kim bermaydi-ku menga. Menga qara, o'zi soxta o'ynayapsanmi? Qilib. Hozir yuragiga sim qo'yilyapti desam, hech kim ishonmaydi. Do'stlarim. Ehsonni mukofoti, ehson. Karta raqamlarni qoldiramiz. Ehson xuturlaring. Bahor ketsa ketsin, yoshlik ketmasin. Xazon o'lsa o'lsin, yigit o'lmasin. Tag'ajoning o'lsa o'lsin, Sayfi. Gadayjoning o'lmasin. To'xta, stop. O'zi oshiryapsan, gaday. O'g'lni mashinalik qilyapsan, hayditib. Tog'amni
qamat qo'ydik. O'zi senga o'xshagan shunaqa tvar isnod odamlar polni allayapti. Lekin haqiqatan pulga muhtoj odamlar qolib ketyapti. Gap yo'q. Bravo, gaplaringni qara, dadil. Odamlarni ishontirib bilaykansan sen ham. Lekin oxirida chichording. Men nima qilyapman, sen nima deyapsan? O'tir managa. Tog'am uchunmi? Tog'ang uchun. Men o'zimga olmayman hech qanaqa pulni, Sayfijon. Ha, aziz do'stlar, mana siz mehridaryo insonlar tufayli mo'maygina daromad qilyapmiz. Sayfi, men senga aytdim-ku, yotib pul topamiz deb. Nasib bo'lsa, bu pullarga Otnamgami, Tailandgami ikkovimiz aylanishga boramiz. Обязательно boramiz gadaga. Yo'qjon. Tez ikkovingga molxonaga chiq o'tirib, hozir bir joyga borib kelamiz. Hech nima qilolmaydi. Sayfi qo'lidan hech nima kelmaydi. Xuddi shunaqa gazimizni beradi gaday. Sayfi hech nima qilolmaydi. Menga umuman farqi yo'q. To'g'ri, o'zi sizni prosta bir xursand qilmoqchi edikini prank qilmoqchi edik. To'g'ri. To'g'ri, nima qilyapsiz? Tog'ajon, qilgan ko'tliklarimizga bu ham kam. Dakansa kayping. Men baribir telpakda yuraman. Chapaqara. Bibi, Fabiday mehmonlar ketdi. O'lib ketdilar. Aktyorni qilmang. Nima qilish kerak bularni? Kanallarga topshiraman salba. Tog'ajon, Qisaytir. Basharangni buzaman, qisaytir. unchalik vahshiy odam bo'lmaydi-ku endi. Anlari qilgan ishingga vahshiylik ham hamma narsani. Qisaytir. Uylanamaydi. Hech kim qizni bermaydi-ku endi. Soch esikon narsa. Kalkallang o'g'ay. Soch esikon narsa. Uylanasan. Qisaytir. Sayfi haftinga qara, fantamasga o'xshab qolibsan. Ular senda bo'liku hammasi. Tog'ajon, siz ham soqolingizni paketkaga solib olib kelmoqsizda, anorchan tagiga ko'maydik. Men seni anorchan tagiga ko'ymam. Tushundingmi? Hozir men seni anorchan tagiga. Qani baqilyapsiz? Qisaytir. Tog'ajon, bu jazo kammi? Yo'q, nima qilmoqchi hozir? Hocam bizim sizin bir kadar tabaka gülmez mi bunlar? Tabaka gül. Ye, tog'a bunisini oshiryapsiz ekan. Ye. Tog'ajon, gazga yoqing. Gaz qo'ymasam, pardonni katta xolangiga olaman gazda. Tog'ajon, iltimos unday qilmang, sizga просто prank qildik-ku. Tog'ajon, yoqsangiz yoqing, menga po'xoy. Yes. Mana prank. Mana bunday bo'ladi prank. Butun dunyo ko'radi bizni prankni. Tog'ajon, ikkita begunoh go'daklarni yo'qormoqchimisiz? Alla begunoh qo'ysang, hozir alavam yonmaydi, hech nima yonmaydi. Ko'ramiz hozir begunohlikni. Tog'ajon, iltimos kechiring, hammadan aytganingizni qilamiz. Tog'ajon, iltimos. Meni ayol. Tog'ajon, yoqsangiz yoqing, menga po'xoy.
Sayfijon, mana 2 oy o'tibdiki, hayot go'zal, yashamoq totli. Qanaqa go'zal sana deb yo'qoraydik-ku bizani. Sayfijon, zapomni hech qachon yo'qolmaydi. Agar yoqqanda 4 ta statiya bo'yicha ketadi, tamom. Lekin yo'qorganda ergash odam yo'qar nom chiqaydi. Aha, sendan o'zar padyobchik yo'q, bittasan, Sayfi. Zato padyobchik. Sanda gunida emasman. Ha, To'g'rijon? Qo'lingizga suv qo'yaymi? To'g'rijon? tabii. Sayfijon, borib yuvib ham qo'y. Sen o'ligan payting ham padyobka urib o'lasan. Zato padyobchikman, nima deysan? Sen sag'irsan, tog'asini asrab olgan, nima deysan? Haqorat qilma, Sayfi, hozir borku. Bir uraman aytib qo'y, qonchiqasan. Nima ur? Ur qani? Ur. O'zingga ketma, tushundingmi? Tuvar! Agar yana bir marta meni haqorat qilsang, uni basharangda malla qilib qo'yaman, tushundingmi? Tuvar basharangni tupuraydi, odamlar qarayapti-da. Katinang ham qarayotgan yo'q. Tushundingmi? Suratni pus. Men vongni barbaga borganman. Kerak desa, onada. Oy mana. Senlar o'z gapga tushunmay ekaninglar gapga. Yo'qkim gapga tushunmay ekaninglar senlar. Yo'q, tog'ajon, o'zi haqorat qildi-da, men urmoqchi emasdim. O'lay gap tog'ajon. Voy tor ketmanni. To'g'ri, siz bilasizmi? Men hech qachon hech kimga nima qilmayman. Andishan otini qo'rqoq qo'yma. Basharangni buzaman, va avval ketmanni deyman men senga. Tez bu. Abedgacha buysin mana ber. Hamma juyalar tortilgan bo'lsin, tushundingmi? Tog'ajon, bodring ekilikmi, pomadr ekilikmi? Men o'zim aytaman senga nimadir ekish kerak bo'lsa. Tez ishni qil. So'tar. Oho. Ha, shestorchka. Taqanga отчет beryapsan men haqimda. Voy, radan Yozef anchadan beri javob bergani yo'q. Radani qo'y. Taqangga talqonni o'g'irlab chiqdim. Bir otamizmi? Dada, sen hayot umuman o'rgatmaydi-da. O'tgan safar tiling tortgan kim bo'ladi? Men bo'laman-ku. Butun qishloqqa pazor qiling, hammaga voq yarma qilding. Butun qishloq bilan sen tiling torish uchun qo'shiq izladik-ku, lekin qo'shiq qayerda? Tog'on mana bu yerda. Menga qara, sen bilan taqang butun dunyodan savut orasizlar odamni. Agar Tog'ajon, Nima etsan? Tushunmayman men sizlarni. Bu yoqqa o'tsa, digi qilib urishasan. Bu yoqqa o'tsa, digi qilib urishasan. Uyga o'tirib bo'lmaydi. Uyga o'tirib bir televizor ko'rib, bir gazeta o'qib bo'lmaydi sendan dasting. Bu yoqqa o'tsa chig'illab yeysan bir-biringni. Bu yoqqa o'tsa chig'illab yeysan bir-biringni. Hangomada просто To'g'jon. Isham bo'lsin, hangama ham bo'lsin. Chiq. Tog'ajon, buni istek. Isham bo'lsin, hangama ham bo'lsin. Hurra. Mana nosni kutingga tiqaman men senga. Yana bir narsa o'qiysan. Ey, sendan tovuq ham qo'rqadi. Aptingga qara. Nima qilyapsan? Tupoymisan? Tog'am ikkitadi, soch emas. Menga qara, Mikhail Tvardovskiy. Hozir seni ham bitta urib ekib qo'yaman, bitta makka yeb chiqasan. Tushundingmi? Aralashma. Nidagon. Tog'am ikkiladi, hammaga to'tilab tashlading-ku, to'terdi. Ba'zini ek kerak bo'lsa.
Sen ham tag'ang ham hozir jonimga tegding. Uzr Sayfijon, uzr. Nima uchun qo'shasan mani? Sen bo'ydan qaysi vid sporti bilan shug'ullanading? Volni barba. Volni barba bilanmi? Men grek-gimnastika bilan shug'ullanganman. Bo'yna, nima uchun Barsachini quvding a? Viska Barsa, Viska Kataloniya. Men o'lib qolsam ham Hala Madrid deyman. Hala Madrid. Viska Barsa, Viska Kataloniya. Hala Madrid. Viska Barsa, Viska Kataloniya. Hala Madrid. Kamavinga bashara, men senga Barselona deb aytdim. Men o'lib qolsam ham Barselona demayman. Hala Madrid deb qilib ketaman, tushundingmi? عزیزم مثل دارم چه نمیای ببین یار شیرین سخنم یار شیرین سخنم همیشه پسند عزیزم مثل دارم چه نمیای Ro'zat tagidan yo'qolmadi o'zim. Hareketlar ekan. Sayfullo dedi oltaga yashinda öyle. Uyga rabetga uxla. O'rling qap-qara bo'lib. Ko'tam qildi. Menga qara, Sayfi, ish qilsang ham gapiradi, qilmasang ham gapiradi. Mendan keyin shunday bo'ladi-da, baqirma. Yaxshi yomon bo'ladi. Ushlasa shunaqa gazimizni beradi. Hech nima qilolmaydi, hech nima qilolmaydi. Сразу sen aytaman. Короче, men millat qilmayman. Shestorkamisan? Bash shestorkaman. Shuncha tayoq yegandan ko'ra shestorka bo'lganim yaxshi edi. Bekal. Masalani nima ish qildi chiqaradi? Beqachi. Beqachi. Chiq o'z boshingni yoraman. Chiq. Otmang chiqaman. Chiq boshingni yoraman. Chiq. Chiq hindim. Chiq. Endi chiq. Men qilganim yo'q, mana shu boshlar. Chiq mana bu yoqqa. Hozir kutoningni sug'urib olaman men seni. Chiq mana bu. Tez chiq. Tez chiq. Dabba kuto. İşlemene. İşleme. Koy varma. İşle. Koy varma. Tuş. Tuş. Koy varma da. Koy varma. Koy varma. Koy varma. Koy varma. Tuş bas. Tuş bas. Hoca o'zi hamma narsani boshlagan mana shu bo'ladi. Nasıl çıkı uyurling bari. Evet. Masaldagi nima dedi? Men qilganim yo'q-ku. Alaykum salom. Qayerdan kelyapsizlar? Mana bu atlas kim kiygizdi senga? Domillonga borib ayt, o'g'ilbacha atlas kiymaydi. Bir kiygancha buni o'ziga ishton qilib kiysin. Tushundingmi? O'g'ilbacha atlas kiymaydi. Karra sunnatchilarga o'xshab qolgansan. Boshingga kalapsh kiy undan ko'ra. Hurra! Yaxshi o'qi. Hemen sonra açılıyor uçlardım. Burada sitara görüşüyoruz ki. Bize tamam deyişini yaptı Rozi. Yo deyman, 21-asr. Texnologiya rivojlangan paytda binoblokdanmi, gazoblokdanmi, metall konstruksiyadanmi uy qursa o'ladimi? Loydan g'ish quydiryapti. Ayal muncha mollisan, agar makkani ekkan paytda tishmaganingda normalni bo'laydi. Mana shu ishni qildirmasdi. Yo Sayfijon, mana loydan g'ish qo'yib nima kerak? Voy pispanyatka. Bu loy g'ish qish payti uyda issiq saqlaydi, yoz payti yaxtak saqlaydi. Menga qara, aqlli. Bo'lmasa, g'ishingni o'zing qo'y, tushundingmi? Qilmaysanmi? Qilmayman. Qilmaysan a? Men senga boshqacha tushuntiraymi? Gaday. Hozir men senga ko'rsataman. Taqajon buni qarang, gaday nima qilyapti? Shuna jonimga tegding sanla. Dit kalonni berish kerakmi sanla? Ne qilolmayapsanmi? Jobga qarab tur. Kesma. Kazyor. Kazyorma.
Sana. Qanday bo'libdi? Tog'oyingiz telefon qilibdilar, tog'oyingiz. Ha. Ikkita darmayetga g'ish qo'ydirib, sizga bir telefon qilay dedim-da. Bugun kechqurun bor ekanlar. Tog'oyingiz bor ekan. Nima? Sizni og'ayingiz yo'q edi, mehmonlar keladi deysiz. Tog'oyingizga mehmon keladimi, mezbon keladimi farqi yo'q. Taqajon loydan bo'lsin. Hozir telefon qilaman o'zi. Yarım etcha keldi. Ha. Loy kerak, taqa. Chichi o'tirasan. Hamma narsa. Yo'q, loy bo'lmasa qanday qishmayapsiz? Taqa o'zingiz aytisiz-ku qish qo'yingiz deb. Siz olib kel. Mana ne yo'qda urishyapsan? Ha, o'zi qilmayman deyapti. Boribay kutoningni sug'urib olaman hozir. Qo'y, mana buni joyiga qo'y, men loyni sololmayapman. Aptimga uchopti loy. Yo, u tog'a o'zi nima kerak shu loyxanda? 21-asrda yashayapmiz. Ota buvang loydan uy qurgan. Ota buvang loydan uy qurgan. Harom. Kutingga qisib loyni toshi. Menga aql ko'rsatma. Aql o'rgatma menga, tushundingmi? Ol loyni toshi. Borib ana dabbaga ham ayt. Qisib kutingni qistar, loyingni g'ishti qo'y. Bugun kuni bilan 200 ta g'ish qo'ymasang, kutoningni sug'uraman bola. Ro'ngingni o'raysan. Maymun, o'tmasan libidifingni chiqaraman, tushundingmi? Qisib loyni toshi. Qarab tur, men seni hali Abdubasharangni loyxandek qilaman. Men mayli, Abdubasharam mayli, lekin mana bu telpakni loy qilganing kechirolmayman aytib qo'yay. Gada aka. Ha, chiqindi qizi. U yerga maktab bola ush qilib yotibdi. Hay, nana, rahmat senga. Men kimdan alamni olishni bilmay o'tirdim. Men senga neylarga ko'rsataman lekin. Aylantirib sol, aylantirib. Yo'q, taqa shu 22-asr. Nima kerak shu loyxanda? Harom. Ota buvang yana shuni loyxanda qilib, Kremlni qurgan. Tushundingmi? Kim menga aql chicharlik qilma. Tez samonni tasha loyga. Og'zingni yopishtirishga loy kerak. Yo'q, Kremlliklar qaydan loyxandan biladi? Bobong biladi, bobong. Kreml bilmaydi. Kreml hech balon bilmaydi. Sizmi? Ana akaton. Bilmasam yuribdi qayerga. Umman bo'ladi o'qirish kerak sonlar. Tashatasiz. Akkarni qilmaysanlar. Ishshaklar. Taqacha yuvib qo'yaymi o'zim? Setan, erkakka o'xshab bir mehribonchalik ham jonga tegib ketdi. Erkak qiladi işte. Sizga xizmat qilay dedim-da, taqa. Xizmatni erta uylansangiz, qaynotangiz bilan qaynonangizga qilasiz. Kelin. Keyin boshingizga chiqib tushadi. Xizmat qilmasangiz. Bu aytgancha qancha uylantirasiz, taqa? Qachongacha yuraveraman? Oldin yarachalaringiz ketsin. Oni endi yaqinga sunnat bo'lgan desangiz. Bu yarachalarni turaylik. Bir erkakka o'xshab sal bir ish topinglar. Bu oila degani shakola uylangandan shatar tug'dirib, 4 ta tug'dirib ish izlayapman deb yurishmas. Oilani boqish kerak. Erkak kishi oilaga qarash kerak. Sen kimni ko'rsang mehribonchilik qilsa, bu turishga oila bo'ladi. Samostoятельно ish qilishni o'rgan. Tushundingmi? Samostoятельно bo'lmasang, erta xotining boshingga chiqib chichadi. Undirasan keyin. Yo, o'zingiz aytasiz-ku, yoshlikka odamlarga yaxshilik qil, yaxshilik qaytadi albatta. Harom. Yaxshilik qil deganman. Mehriboncha bo'l demaganman. Ko'ti ochiq bo'l demaganman. Og'zi ochiq bo'l demaganman. Sho'stirib berish kerak. Yaxshilik qildingmi? Ko'tingni qisib yur. Yaxshilikni hamma joyga aytavermas kerak.
Cho'stirib deganman. Cho'stirib bo'lish kerak. Og'iz ochiq bo'lma. Paragaday topke. Bilmasam-ki, bachalar aytdi, qaysidir razborga ketdimi nima? Orqada yurishim kerakmi постоянно men? Ketpoq, razboring chiqaramansan. Bor chaqir tog'am chaqiryapti deb ayt. Jonimga tegdingmi? Ko'kingni kiyaman bacha, ko'kingni kiyaman bacha. Qatami shu moylarni bola. Ibi, rench ustiga tegib. Assalom, rais hozirdalar. Bu kutonak jiyanlarga tosh otaman deb sizga tegdi, rais. Ergash, shu ishing yaxshimi? Mahallaning obro'yini to'kib. O'tgan safar munsabozlik bo'ldi. Bu safar tosh otyapsan. Tinchlikmi? Uzr, rais bu, uzr. Sizdan sizga tosh otib xudodan topmasak bo'ladi. Mana bu fikrlarni orqasidan chopib hamma joyga dushman berdim men. O'tiyga kirdi o'zimdan qoningni ichaman. Rais, bu jiyanlarni uylantirishga rosladi, yana bir kredit chiqarasizda bizga. Tayfullo sunnatiga kredit chiqardik. Endi bir uylantirishga ham bitta kredit chiqarsak zo'r bo'lar, rais. Qo'llagan shuni bilamiz. Ha, bilamiz sizni. Bizdan sog' bo'ling. O'xshasanmi? Ha, kel. Voy, kel. Ha, To'xta, ikkoving. Nima ushmoqchi bo'layapsan? Ну-ка, построились по ростам. Давай, tengsizmi? Senlar ota-onangdan 5000 so'm olasanlarda, xohlasang igratikaga, xohlasang kontrga, xohlasang PlayStationga. Nima senlar uchun qonun qoida yo'qmi, ha? Undan ko'ra uyga borib, choy poyda ichib bitta kitob o'qib, uxlab, ertalab yana maktabga borsang bo'lmaymi? Sizlardan ilmli, bilimli balla chiqish kerak. Ana shunday balla qaydan chiqdi desa, bizlar qishloqdan desa faxrlansa bo'lmaymi? Agar yana bir marta sen ollaka chiqdi. Sen boshlayapsan hamma narsani. Quzg'on bilan. Agar yana bir marta urushgan ko'rsam aytib qo'yay. Maktabingga borib sharmandangni tortaman. Tez qolib berdim. Kulma bilan. Sumkangga, sen ham sumkangga. Aytib qo'yay. Agar yana bir marta urushsang, otangga boraman-da. Ko'chalang chiqarib o'raman uydan. Quruq bo'yga. Sen nima qilyapsan bu yerda? Sarg'ayib. Katyol. Men qara gaday, o'z mana telpakdagi bo'sh miya yo'q. Qaydan keladi buncha gaplar? Menga qara, ustozda aytganini qilgan qilma. Tushundingmi? Qurib berma. Sarg'ayma o'l sariq pichak. دستی سفیدی چلا دار ماما سایبی چلا عاشقی زاد چلا بر دستی سفیدی چلا دار ماما سایبی چلا عاشقی زاد